2026-yil 28-maydagi tungi fon narxlari do'stlar. Assalomu alaykum. Biz yana bir fayzli xonadonimizda tungi fon ishlarimizni o'z yakuniga yetkazdik. Bu xonadonimiz Andijon viloyati Asaka tumani Axtachi mahallasida joylashgan. Do'stlar, biz bu xonadonimizning ko'rib turganlaridek ichkari rovatxona qismi, ichkari shapka qismlarimizni hamda mana bunday ko'rib qismlarimizni ham tungi fonlar o'rab berilgan, hamda ko'cha shapkani tungi fonlar qilib berdik. Video davomida bu xonadonimizni polni tungi fon obzori hamda ishimizni sifati hamda tungi fonga oid qisqacha ma'lumotlar berib o'tamiz. Videoni boshlashdan oldin esa Erkin tungi fon kanaliga obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Sababi kun mobaynida mana shunday tungi fonga oid bo'lgan barcha foydali ma'lumotlarni albatta Erkin tungi fondan topishingiz mumkin bo'ladi. Do'stlar, hamma do'stlarimizni xonadonlariga rovatxona qismi mana shunday eniga 4 metrlik, uzunligi 7 metr atrofida bo'lgan joylar bo'lsa, xuddi mana shunday fasonda tungi fon qilishlarni tavsiya beraman. Bu fasonimiz diplomat fason deymiz, yonboshlari delali fasonda bo'lgan. Ko'rib turibsizlar, hech qanday boshqacha rang ishlatilmagan hamda hech qanaqa majma narsasi yo'q. Bu fasonimiz 10 yil o'tadimi, 20 yil o'tadimi, inshaalloh modadan qolmaydi, ko'zni hech qanaqa charchatib qo'ymaydigan fasonlardan biri bo'lib chiqadi. Hamda tungi fonda kvadrati ham ko'payib ketmaydi do'stlar. Ishimizning sifatini endi qisqacha ko'rsatib o'tamiz. Ko'rib turibsizlar, burchaklar juda ham ideal, liniyalarini chotki tarzda keltirib qo'yilgan. Hamda yonboshlarini ham ko'rib turibsizlar, tungi fonlar bir yo'l o'rab ketib, hamda mana bu ustunda o'ralgan joyini ham ko'rib turibsizlar, burchaklarni chotki mana 0 ga yegizib qo'yilgan. Yaqinroqdan ko'rsatib beryapman do'stlar, ko'rib turibsizlar. Hamda hech qanaqa valni bergan joyi chotki qilib, burovlilarni chotki sifatli qilib keltirilgan. Endi shapkamizning oldi qismiga ko'rib turibsizlar. Eng oxirida hozir chokistan o'ramizni chiqardik. Mana shu joylariga qatirlar do'stlar. Pastliklarni bir xilda qilib, narigi burchakdan oxirigacha tungi fonlar bilan bir yo'li o'rab berilgan do'stlar, ko'rib turganlaridek. Xo'p, hozirgi kunda mana shunday tungi fonlarimizning 1 kvadrat metrni barcha rasullar ichida lesasi, rekasi, samarasi, ustunovkasi yetkazib kelishi ichida attiga 140 ming so'mdan qilib beryapmiz. Xizmatlarimiz vodiy bo'ylab bo'lyapti. Rovatxonamiz ham xuddi shu narx ichida kirib ketadi. Shapka qismimiz hammasi bir xil narx ichida aytiladi do'stlar. Endi ko'cha tomonlarimizni ko'rsatib o'tamiz. Mana do'stlar, ko'cha tomonimiz shapkalarini ham ichkari shapkamizdan bir xil fasonda tungi fonlar qilib berilyapti. Mana ko'cha tomonimizga bitta butun chokis chiqarilgan. Ichkari tomonimizga kirish neudobniy bo'lgani uchun o'rtasiga bitta stil qilindi. Lekin ichkarini ham bitta chiqarsa bo'laveradi. To'g'ri olib kirib burish uchun ichkarida karkasimiz bor ekan, iloji yo'q. Chunki 25-30 da bitta qilib burib qiyin bo'ladi. O'rtasidan yo sinib qoladi, yo bukilib qolmasligi uchun bitta chok qilindi, iloji yo'q. Ichkari tomonimizga, ko'cha tomonimizga bitta butun chiqarildi. Ko'cha tomonimiz ham bir xil fasonda, eng oxirgi mana tepa qismiga tarnuvlar qatilsa, ishimiz o'z yakuniga yetadi hamda mana bunday kichkina joylarni yonboshlariga berkitilib, ishimiz tugadi do'stlar. Inshaalloh sizlarga mana shunday sifatli, kачествоli hamyonbop narxdagi tungi fon xizmatlari kerak bo'lsa, albatta Erkin tungi fonga murojaat qilish esdan chiqmasin. Mirzoqdagi svet yaqinda. Hoppa, svet yaqindan keyin ham juda ham chiroyli chiqyapti. Hozir 2 yonbosh diod ulangan, qolgan o'tnari to'rov burchaklarda ham endi svetlar chiqarib qo'ygan kabilar, endi ulansa undan ham zo'r bo'lib chiqadi do'stlar.